Yo, obunachilar, qandaysizlar, yaxshimisizlar, jivoymisizlar, tirikmisizlar? Obunachilar, o'ttirganlaringni yangi obnova keldi. O'shman do'stlar, ikkinchi beta testaman yangilanganida. Bir yo'la o'shalardan gapirib o'taman sizlarga. Masalan, biza let's go yangi narsalarni ko'rishga ketamiz. Balki yangi manbalarni olamiz do'stlar. Yangiligi qolmadi ham, buni ham. Xullas obunachilar, da'vatda bismillah deb yo'lga otlanamiz. Короче, sizlar videoga like bilan obunani adoyimda esdan chiqarib qo'ymasalaring, bizni video chamizga ko'pga bo'ladi. Xudo xolasa. Qani bo'lmasam, let's go. Kстати, sizlar bugun video просмотрni, layklarini ko'p qilinglar do'stlar. Bizga Xudo xolasa 50 ta bo'lsa, kanalga yangi ishtirokchi qo'shiladi. O'sha ishtirokchimni конечно hech qachon aytmayman. Faqatgina 50 ta obunachi bo'lganimizda bola hozir ketgan anaqa ramazonlarim bilan tabriklanmay qoldim. Kasal bo'lib qoldim. Katta layda qatini qatini o'shanga obunachilar kattadir. Masalan, haytamiz bag'lar turmashmakda bo'lsa. Ana masalan, hozir ham giribman. Qani, ochim. Do'stlar, men hozir ketdi. Bunaqa shunday do'stlar, hozir narsa ishim chiqib qoldi. Bo'ldi, obunachilar, keldim. Avtosalonni ko'rdingiz. Bu ishim o'zgarmagan. Kerak. Va bizlarda hech kim o'zgarmabdi. Lekin bizga yangi feature qo'shilibdi. Deep Avenger. Buni oldimdan asosiy yoshli bo'lmasa, bilmadim, yuracam. Kстати, bu Instagram'da Xudo xolasalar, Telegram kanal ochganman. Silkadan o'tib Telegram kanaliga kiraverasizlar. Agarda kanaldan aniqlanmasalaring, просто takka ekranda chiqib turibdi. Telegram kanal QR kodi ham chiqib turibdi. Oti ham chiqib turibdi. Endi yaqinda ochdim do'stlar. Bemalol kirib olasizlar. Obnovleniya chiqqaniga, beta test chiqqaniga uncha bu bo'lmadi-yu. Lekin endi chiqadi. Ertaga chiqaraman deb do'stlar, endi chiqaryapman. Hatto video chiqdimi shukr qilinglar. Jeep Avenger do'stlar, birazdan tushunmadim-da, buni o'zbekchasi Jeep qasoskor bo'ladimi? Jeep qasoskor bo'ladimi o'g'lim? Amal turdik. Bunisi Lexus'ligini turibdi. Men Jeep Avenger'ni men ko'rdim YouTube'da. Har videolarni ko'rdim, men Lexus'ni modeli chiqib qoldi-da. Lexus'ga lekin Orama. Hoş. Yok aslında normal. Horizon turni. Bilmem pullar yetadi. Formula 1. Do'stlar. Men yo'qdan narsa hasi bo'lib qolganiga shukr. Mana. Sevgili so'rashlar bo'lsa, danab kelgan. Oldim, videolarda obzorni qilamiz. Tuning ham qilib qo'ydim, lekin hali kuchaytirganim yo'q. Hali kuchaytirganim ham yo'q. Keyingi bizada to'rtburchak buxankamiz Suzuki. Buni ham yaxshi mashina deyishyapti, buni ko'rganlar. Men yaxshi mashina deb o'ylamayman. Chunki salon yaxshi. Qanday istiroq mashinada. Kvadrattonga Audi S800 modelini ko'rsatdim aslida obunachilar. Mayli, bizada o'tirmadim. Arkasida Opel'ga o'xshayapti do'stlar, Opel'ga. Salonda ko'rishsa, da, Opel ekan.
hozir modelni YouTubedan qidiryapman. Bo'ldi. Jumladan topdim. Opel Astra ekan, Astra bilan yetishmadim. Yastrib ekan-da. Avtobusda to'ldirgan. Do'stlar, shu mashinalar qo'shilibdi. Men to'g'risi yana qanday normalniy mashina qo'shishadi deb o'yladim. Formula yo'qdi, yoqqan bo'lsa Jeep yo'qdi, Argan yo'qdi. Shu mana Opeldan almashtirish kerak edi. Mana meni kelib turibdi. Opel yarashlar qo'ydi. Menga yoqmadi. Ikki mashina boshqa qanasi, Suzuki ham yaxshi. Do'stlar, aytmoqchi bo'lganim, bizga keyingi qo'shilgan narsa bu bunaqa kunlik bonuslar. Kunlik bonusda qadar endi ishlab topasizlar. Shunda almashtirgan yangilanib. Mana bulutlar o'zgarib qoldi do'stlar, mana bulut qo'shib to'g'ri, osmon oddiy emas mana. Quyosh o'zi ko'k ekan, mana ayblamanglar, montaj qilib. Men qanday montaj qilganim yo'q. Keyin bunaqa onlaynda narsa qo'shibdi. Va nickname'larni o'chirib qo'yibdi. Biz buni ham ko'rib chiqamiz ekan, faqat hozir emas. Mana Games'da foto kelyapti. Masalan, men portga yetib olsam, obunachilar ko'rishamiz. Okay. Masalan, portga let's go. Buni qanday o'tda tez. O'shanga BMW X-Q-ga almashtirdim. X-Q. Mana do'stlar, o'sha port, nimalar qo'shilishini bilganim bo'lsa kerak. Kerak bo'lishini hamma blok chekilgan, ko'rganlar bilan, ko'rmaganlar bilmaydi. Da port juda ham katta. Shaharda почти katta emas, do'stlar, kichkina shaharga qaraganda, buni Orolchaga qaraganda, mana Orolchaga qaraganda kattaroq. Pastki mana stadionda 3dan 1 qismini egallar ekanda, agar buni yonbachasiga yotsa, 4dan 1 qismini egallar ekan. 3,5dan 1 qilaman bo'pti. Sizlar emas, men emas. Davay. Do'stlar, portda ko'p narsalar bor ekan. Men albatta to'lig'iga chiqqanim yo'q. O'ylaymanki, do'stlar, men spoilerga e'tibor berdim. Ko'tarilib tusharkan. Aytdim, что-то просто такой spoiler qo'shib qo'yishdi deb. Bizda bunaqa trampolinchalar bor ekan, qo'lidan. Ashlaqa mazza sakragani. Ko'rasizlar, do'stlar, parkour masterman. Kirishdi boshqa tomon ekan. Lekin mato o'ynayapti do'stlar, agar mato o'ynayapti, lekin hali nickname'ni o'chirib qo'yaman do'stlar. Вообще cho'tki bo'ladi. Bu karta katta, yetarlicha. Maza qilib driftlarni qilib aylanib yurganim bemalol. Do'stlar, bu yerda mayo ham bor ekan. Bu yerda angarlar, bunaqa bochkalar. To'g'risi, cho'tki ekan. Bunaqa joylarga ham kirish mumkin. Vah, Xudo. Вообще, bolalar. Aytdi trampolin bor ekan. Bolalar live hack ko'ramiz, hack live qilamiz. Qani pre ammo bo'lmaydi. Bo'ldi. Chotki. O'la, kirma o'la. Mana do'stlar. Shu bizni bandargoh kemaga chiqib ko'rishga harakat qilaman videosini qilib. Keyingi videolarda biz formulani videosini qilamiz. Videosini deyman, obzorini. Boshqa mashinalarning ham obzorlarini ko'rib chiqamiz.
Qaysi mashina rostdan ham yaxshi, qaysi mashina olishga roqli, qaysi biri arziydi, qaysi biri вообще musor. Biz shularni ko'rib chiqamiz. Kstati do'stlar, bizlarda bitta narsa qolib ketibdi yana. Mana onlayn. Biz shu onlaynda ko'rishimiz kerak. Qani bo'lmasam ketdi. Onlayn. Havas turibdimi? Davay. Let's go. Rossiyaniga kirdim, O'zbekistonniki yo'q, chunki ruschani tushunaman, normalniy. Inglizchaga qaraganda. Jeep Avenger. Okay, chiqatyapti. Bo'lmaysizlar. Alo. Duel invite yoniq. Mana sinab ko'raylik mana. Niki o'chib qoldi bolalar mana. Tepasidagi nickname. Значит, nima ekan bu? Nuka kimdir anaqa gonga taklif qilamiz. Qo'yga o'ynamayman, конечно. O'zi video olishga vaqt topganimga. O'zi video olishga vaqt topish oson bo'lmadi. Yetarlicha vaqt shu shvelik. Brat, sana taklif qilamiz. Ana shunaqa ishlar ekan, nima yonda kichkinacha. Qo'yag'i, nima g'alib qilyapsan? Tur yo'qal. Qo'y. Bola, bitta sakraversam like bosasizlar. Hop. Sizlardan like. Like bilan obuna. Tang. Davay. Do'stlar, bizda shular edi. Duel invite qo'shilibdi. Qilamiz. Duel invite. Keyin bulutlar chiroylilashtirishibdi. Shunaqa narsalar. Doimgidek chapcha shahar yana o'zgargan. Shular bo'lsa kerak asosan. Masalan, obunachilar, bugungi videomizni ham tugatishimiz mumkin. Bu men kanalimdagi eng uzun videolardan bittasi bo'ldi. O'ylaymanki, obzor sizlarga yoqdi, abnolar obzori. Xudo xohlasa bizda 50 ta bo'lamiz va kanalga yangi ishtirokchini qo'shamiz. Masalan, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan kurash bo'ldi. Всем пока. Men tushunmadim. To'xta, video hozir davom etmaydi. Men tushunganim yo'q. Nega sen hali ham obuna bo'lmading? Yo men shunchalik ahmoqman, yo sen shunchalik aqllisan. To'g'ri tushunmadim. Shuning uchun hoziroq like bilan obunani bos.